hozir Dildor opam hamshaharim aytishlari bo'yicha onkologiya bo'yicha men chiqargan postim bir 2 hafta bo'lib qoldimi? Dildor opa 2 hafta bo'lib qoldi. Alipta aktyorimiz shu haligi bizni hurmatimizdagi aktyor shu ustozlar onkologik kasallikni orqasidan ketgan deb turib o'sha rolikni qo'yib turib Farhod Abdullayev tomonidan o'sha rolik qo'yib turib tekst yozgandimda va oxirida Qo'qon shahrining onkologiya klinikasi ham juda ham abgor ahvolda, chunki kirganman. Dildor opa onkologiyani o'sha kasallar, bemorlar yotadigan ichkarisiga kirganimda kechirasizlar, erta faqat kalamush ko'rmadim xolos, to'g'risini aytaman, balki kalamush ham bordir, endi ko'rmaganman. Prosta taxmin hisobida, chunki unaqa joyda inson yashash tugul kalamushlar bemalol dam olib yotadigan joyga aylanib bo'lgan holatda edi. Lekin mana bugungi chislomiz 4-dekabr kuni mana Dildor opa bilan chiroyli Qo'qon shahrimi Urda kafesida ko'rishib turib, hozir juda ham yaxshi xabar eshitdim. Dildor opa, nima gap bo'ldi shu postdan keyin? Ancha yordam bo'ldi. Kim tomonidan? Prokuratura tomonidan, Sog'liqni saqlash vazirligi, Qo'qon shahar prokuraturasi tomonidan. Farg'ona viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasining boshliqlari tomonidan ancha yordam bo'lib, rekonstruksiya tezda. Nimalarga e'tibor berildi hozirda? Kamchiliklarni bartaraf etishga e'tibor berildi. Ishchi kuchi tashlandi. Mana bu kasallar, bemorlar yotadigan joy abgoritda. Hozir juda chiroyli holatga keltirilyapti. Xudo Rostdanmi? Borsak bo'ladimi bugun? Borsak ko'rsatasizmi bugun? Albatta. Bo'ldi. Bugun hozir ovqatlanib bo'lgandan keyin oddiy ovqat yeyapman, hurmatli yurtdoshlar. Ko'toki, guruch borgan ovqatlanib bo'lib, onkologiyaga borib, o'tdagi o'zgarishlarni ham sizlarga ko'rsataman. Agar hamshaharim ta'riflari bo'yicha nima ishlar bo'ldi, nima yangiliklar bo'ldi, shularni sizlarga ko'rsatamiz. Dildor opa? Bo'ldi. Bizani Qo'qon shahrini o'sha turistlar keladigan joy, Urda kafesidagi ovqati. Ana bu kafe. Qayerdan so'raymiz, ukajon? Qo'qon shahri. Qatnasiz? Hozir o'zimizni Qo'qonda tayyorlangan biza kotoki deymiz, Toshkentda barkoshi deyiladi, bir nima deyiladi. Yo'q, iloji yo'q uka, men buni yo'lini to'solmayman. To'xtab turing, bir soatdan keyin boramiz. Hurmatli yurtdoshlar, hozir ayni damda Qo'qon shahrida o'sha tumanlar aro tibbiyot xizmatini ko'rsatadigan, onkologik xizmatni ko'rsatadigan onkologiya klinikasiga ketyapman. Onkologiyaga keldim, Qo'qon shahrini. Mana shu daraxtga ham bir e'tibor berib qo'ysa bo'lar ekan. Kuniy turibdi. Uylarga ham mashinalar qo'yib tashlashgan. Onkologiya bu eski dabdala joy edi. Mana hozir remont ishlari bo'lyapti. Juda ham yaxshi. Oho, chiroyli boshlanibdi-ku ishlar. Xudoga shukr. Mana chiroyli eshiklargacha qo'yilibdi. Toshkentdek juda ham yaxshi. Ma'mur. Bo'lar ekan-ku mana. Mana Qo'qonimizdagi bu palata. Xudoga shukr. Mana kasallarimiz uchun. Ana endi Toshkent bilan tenglasha olamiz. Voy, молодцы. Nechta o'rin bo'lyapti shunda? 50 ta o'rinli больницamiz. 50 ta. Oldin ham shunaqami? Oldin ham shunaqa edi. 50 ta o'rinmidi? Faqat palatalarimiz katta, 4 kishi, 5 kishilik palatalar, hamma palatalar 2 kishilik palatalar qildik. 4 kishilik yo'q endi. Bu ovqat tarqatishni ham ko'rsating. Ovqat tarqatish. Juda xarob edi bu joylar ham. Mana hammasi juda ham zo'r. Voy, voy. Men xursand bo'lib ketyapman. Oshxonachamizni ham ko'rsataylik. Voy. Mana bo'lar ekan-ku. Voy. Tanqiddan qo'rqmaslik kerak ekan mana. Voy. Xudoga shukr, yangi stol-stullar ham berilibdi. Hurmatli yurtdoshlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Gap yo'q. Bular yangi anaqa
Yaxshi. Zo'r. Bu bo'lim mudiri xonim. Demak, ishlaydiganlar uchun ham muolajoq. Yaxshi bo'pti. Remontda hozir yangi mebellar berilibdi. Xudo xolasa berildi. Endi hozir tarqatyapmiz, endi sekin joylab. Qachon endi bu ochiladi? Xudo xolasa shu haftaga harakat qilamiz. Demak, ochiladi. Ozgina kosmetik ishlarimizda tozalashlarimiz. Eshiklarni ham boplabsizlar, mana yozuvlarni ham chiroyli qilibsizlar. Shunaqa zamonaviy. Bu yerda lyuks xonalarimiz bor. Shunaqa. Bu lyuks xona deyishyapti. Mana ichida sanuzillari ham bor. Faqat remont, to'g'ri tushunasizlar. Mana sharoitlar yaxshi qilinyapti. Demak, общий emas. Yo'q, общий. Keladi. Tak. Biz shifokorimiz Tekshiradi-da. Ordinatorskiy deyiladi oldinga. Bitta izolyator xonamizdan shu o'zini qonun qoidalaridan o'tkazib, bemorlarimizni Kiyintirib, ichida dush qiladigan joy bor. Keyin bo'limlarga kiritiladi. Ha, endi bildimmi? Demak, onkologiyada shu nimalar bor. Shunaqa xonalarimiz mana shunga mo'ljallangan. Endi ichkarida Xurshidjon, albatta mana korrupsiya shunga tibbiyot qarshi dushmani. kurashyapmiz. Lekin kechirasiz, men ko'p eshitaman onkologiyada korrupsiya nimada ko'p yo'llar juda ham ko'p. Operatsiyalar tekin bo'linish o'rniga pulli bo'ladi yo boshqa. harakatdamiz. Shu narsalarga e'tibor beryapsizmi? Nimalar ko'ryapmiz. Yaxshi. Qo'limizdan kelgancha Mana shu korrupsiyani yo'qotsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. bo'ladi. Rahmat. Qo'limizdan kelgancha harakat Rahmat, qilyapmiz. rahmat. Oldin chiqqandik, nur bor, faqat ishlamaydi deyishgandi oldingi glavvrach. Mana hozir nurni ham yo'lga qo'yishyapti. Hozirda remont, xudo xolasa bahorga ochilar ekan. Farg'ona qaysi? Demak, jami kasallik qancha? 7 ta tumandan tashqari Qo'qon shahar 8 ta va 2 millionga yaqin. 6700 ta, lekin xizmat ko'rsatishimiz 2 million, 1 million 850 ming aholiga xizmat ko'rsatamiz. Juda katta. Kelyapmiz. Nur terapiya. Bu yerda elektromontajni Oho. Mana Qo'qon shahridagi onkologiyadagi o'zgarish, hurmatli 7 ta tuman va Qo'qon shahar va 2 million shu Qo'qon shahriga davolanishga keladigan aholi diqqatiga. Mana nur terapiyamiz ham xudo xolasa ishga tushadi bahorda. Apparati kelgan buni? Apparat endi keladi, bitsa keladi. Ha, demak mana yigitlar, assalomu alaykum. Bormanglar. Elektromontajlar bo'lyapti. Bo'ldi, zo'r gap. Asosan bu tarafda sinfimiz Demak, bu bundan kirib ketadimi? radiologiya bunker. Ha, bunker. Shu apparatimiz shu tarafda turadi. Hozir elektromontaj Ha, demak va bu malyaristlar. devorlari qalin. Devori 210 sm. Mana o'zi ko'ryapman-da. 210 shunaqa qalin darajada. Zo'r. Demak, bunker shu yerda. Hammasi shu qo'lboshini. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmi? Sog'siz, yaxshimi? Qo'qon shahrini onkologiya klinikasiga kelib, o'zim ham bu yerdagi bo'layotgan chiroyli o'zgarishlar ko'rib, men to'g'risi Xurshid tasavvur qilmagan edim. Qisqa muddatda Qo'qon shahridagi o'sha 7 ta tuman hamda Qo'qon shahriga xizmat tibbiyot, onkologik tibbiyot bo'yicha xizmat ko'rsatadigan klinika shunaqa Toshkentdan ham chiroyli bo'ladi ko'rinishi jihatdan. Xurshid, o'tiravering joyingizga deb o'ylamagandim. Hozir kelib, to'g'risi Toshkentdan-da bir boshqa joyga tushib qolgandek bo'ldim. Xuddi chet davlatda yurgandek. Chunki juda ham did bilan eshiklar va eshiklardagi yozuvlar meni o'ziga jalb qildi hamda bu yerdagi bir necha yillar ishlamagan nur terapiyasi mana yangi qurilib faoliyati xudo xolasa bahordan boshlanadi va ko'plab yurtdoshlarimiz Toshkentga emas, o'zimizni Qo'qon shahriga kelishni boshlashadi. Bu juda ham quvonarli hol. Men to'g'risi tanqid qilgandim, lekin tanqid qilganimdan afsuslanmayman. Tanqid baribir kelajak mevasi. Endi bitta shu bilmayman, bu muammo ham hal bo'layotgandir yoki yo'q. Dori-darmon vaqtida yetkazilishi bo'yicha Xurshidjon shu bemorlarimiz kutib qolmasligiga birorta ishlar qilinyaptimi yo biroz bo'lsa ham muammolarimiz bormi shu dori-darmonlar bo'yicha? Shularni ham bir aytib. Dori-darmonlarimizda hozir bir
50% dorimiz bor, ximyoterapiya dorilarimiz. O'tgan hafta vazirlikka xat bilan chiqqanmiz. Xudo xolasa shu 15-dekabrgacha qolgan dorilarni ham yetkazib berishadi. Bitta bemorlar ortiqcha kutib qolmaydimi? Ehtiyojni so'rashdi shunaqa. Endi bir kun ikki kun yo'q bo'lyapti, xudo xolasa yetkazib kelyapti. Kechikishi, lekin shunaqa. Lekin dorilar kelyapti. Harakat qilyapmiz. Dorilarimiz, qolgan suyuqliklarimiz, ximiyadan tashqari barcha dorilar bor. Qo'limizdan kelgancha shu bemorlarimizga sifatli davo taqdim etishga, xizmat qilishga harakat qilyapmiz. Xurshid, sizni qo'lingizda qancha doktorlar bor? Qo'limizda 30 ta doktorimiz bor. Hammasini malakali deb aytolmayman. To'g'risini aytaman sizga. Men endi bilmayman onkologiyada qanaqa malakali shifokorlar bor deb, to'g'risini bilmayman, lekin men shu malakasini, shifokorlarning malakasini oshirishda chet ellarga jo'natish, misol shu onkologik kasalliklarda davosini shu chet el uslubidagi davolash bo'yicha malakalarni oshirishda chet elga jo'natish bormi yoki yo'qmi? Bizda bu yil 2 ta doktorimiz borib kelishdi. Qayerga? Turkiyaga borib kelishdi. Yaxshi. Moskvada undan oldin 2 ta doktorimiz 9 oyda malaka oshirib kelishgan. Demak, 4 ta. Hozirgi kunda yana 2 ta doktorimiz Turkiya davlatiga 9-dekabr kuni rejalashtirganmiz. Juda ham yaxshi. Xurshidjon, mana bitta doktor hadeb bormayaptimi? Yo'q, bitta doktor emas. Hammasini jo'natyapsiz. Hammasi. Yaxshi. O'tgan yil 2 ta doktorimiz Hindistonga borgan. Yaxshi-ku. Yaxshi-ku. Shunaqa o'quv malakalarini oshirib kelishgan. Zo'r. Hamshiralarimizchi? Hamshiralarimiz chetda emas, o'zimizda malakalarini oshirishyapti. Hozirgi kunda ham 1,5 oy bo'ldi. 4 ta hamshiramiz Toshkent Respublikasi onkologiyada malaka oshirib yurishibdi. Demak, hamshiralarni ham malakasini oshirish yo'lga qo'yilgan. O'zini grafika asosida Yaxshi. Mana Xurshid, bizning Qo'qon shahriga ko'plab chet davlatlardan shifokorlar jamoasi kelyapti. Mana o'zingiz xabaringiz bor, Hindiston, Rossiya hamda Xitoy. Mana shu chet davlatdan kelayotgan shu malakali shifokorlar ham onkologiyaga kelib bir gumanitarniy qandaydir yordam berishyaptimi? Operatsionni ishlarda, jarrohlik. Operatsionni ishlarda hozirgi kungacha qilishgan yo'q edi. Mana shu yangi yildan 2026-yil yanvar oyidan shartnomalar tuzyapmiz. Qaysi davlatlar bilan? Turkiya bilan Rossiya davlatidan harakatni boshlaganmiz. Nimalarda aloqalarni o'rnatdik. Xudo xolasa endi Xudoga shukr. Kelishadi, qilishadi. Yaxshi. Endi mana bemorlarimiz ham xursanddir kelayotgan o'zgarishlar. O'zgarish mana shu ochilishi bitsa, oldin operatsiyonimiz bitta edi, 2 ta bo'ladi. Yaxshi. Palatalarimizda ko'rdingiz o'zgarishlarni, xudo xolasa bemorlarimizga yaxshi sifatli tibbiy xizmat ko'rsatamiz degan. Oziq-ovqat masalasida nima deya olasiz? Oziq-ovqat masalasida muammo yo'q. Har hafta 5 ta 10 ta bemor chiqishadi. Aynan oziq-ovqatdan rahmat aytib. Demak, yaxshi yo'lga qo'yilgan. Yo'q, yaxshi yo'lga qo'yilgan. Yaxshi. Xurshid, ishlaringizga rivoj tilayman. Doimo sog' salomat bo'ling. Jamoangiz korrupsiyasiz yaxshi jamoaga aylanaversin. Sizga hozir to'g'ri og'ir, chunki yangi bo'lgan bosh vrachsiz, lekin nima bo'lganda ham birinchi o'rinda tibbiyotdagi korrupsiyani yo'q qilsak va malakalik shifokorlarni, malakalik xodimlarni ko'proq o'zini ustida ishlashiga, ular malakasini oshirishiga yordam bersak, chet davlatga yuborishlariga, aminmanki kasalliklar ham kamayadi, insonlar ham xursand bo'ladi va ko'pchilikda bir tibbiyotga bo'lgan ishonch paydo bo'ladi. Toshkentga emas yo chet davlatga emas, o'zimizning Qo'qon shahrida ham davolanish mumkin. Sizga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Omadingizni bersin.